Bugun biz sizlarga turetskiy biskvit pishiramiz. Buni qaranglar, pacha testalaring ham yana qaytib ishib chiqadi, ko'ryapsizlarmi? Bosib testalaring ishib chiqadi. Bir daqiqada biz sizlarga mana shunday biskvit pishirishni o'rganamiz. Biskvitimizning retsepti video tagida yozib ketaman. Tuxumimizni har doim xolodilnikka saqlashimiz kerak. Qanchalik tuxumimiz muzday bo'lsa, shunchalik biskvitimiz zo'r chiqadi. Cho'qib olishni boshlaymiz. Ketidan endi shakar solamiz. Undan keyin esa avalik solamiz. Ketidan vanilin va kraxmal solamiz. Undan keyin esa suv solamiz va un solamiz. Unni qanchalik sifatlisini olsalaring, biskvitimizning ichi shunchalik oppoq va chiroyli bo'lib chiqadi. Mikserimizni o'rta oborotga qo'yamiz va 7 yoki 8 minut ko'pirtiramiz. Agarda mana shunday holat kelgandan keyin biskvitimiz tayyor bo'ladi. Buni men 7 minut ko'pirtirdim. Agar ziyod ko'pirtirsam, tuxumni oqi o'tirib qoladi va minusga ishlaydi. Va sog'olamiz. 160 gradusda 40 minut pishirib olamiz. Ko'rib turganlaringizdek biskvitimiz tayyor bo'ldi. Shu bilan ko'rishguncha xayr.